Instagramga chiqmadim va bugun udarniy qaytish bo'ladi qizlar. Shu makiyaj portretini ko'rmoqchiman, chunki judayam asalchi ekan. Bilgan-bilmaganlar uchun kommentda rasm tashlaysiz, men uni qo'ldan kelgancha portret qilishga harakat qilaman. Hech qanaqa baza ishlatmayman. Bombastic side eye. Baza sifatida shu mist bilan yuzimni namlantirib olaman. Bundan bitta oqroq ton ishlatishim kerak ekan. Direktdan har xil makiyajlar tashlayapsizlar. Ularni qo'limdan kelganini menda bor tilla bilan, возможностьlar bilan повторить ko'rmayman, lekin ba'ziligi parik kerak bo'ladi. Boshqacha maslinli rangli kerak bo'ladi. Ularni повторить qilish iloji yo'q. Xudo xohlasa, men pul yig'ib maslinli kraskalar olmoqchiman. O'shanda hamma makiyajlarni повторить qilaman. Eskiz qilib chizib olaman-da. Keyin agar boshqa rang bo'lsa, boshqa rang bilan bo'yab chiqaman. Bu makiyaj tashlagan odam baraka topsin. Menda maslinli rozvoy ranglarim bor ekan. Makiyajim tezroq va osonroq bitadi. Розовый и ozgina красный. Voy kechiramiz. 100-chi попыткада o'xshadi. Ura! Sochimni mayda-mayda jingalak qilaman. Har doim obrazni qo'limdagi bor narsalar bilan chiqarishga harakat qilaman. Bu safar makiyajim o'xshatdimi, o'xshamabdimi? O'zingizlar kommentariyada yozib ketinglar. Keyingi makiyaj qaysi bo'lsin qizlar? Rasmini tashinglar. Eng ko'p like yiqqan obrazni men qo'ldan kelgancha повторить ko'raman.